Armiylar, tayyormisizlar? Xo'sh, hozir bo'lib o'tadigan voqealar haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Va albatta qisqacha o'zimning fikrimni qo'shib sharhlamoqchiman. Ko'radigan bo'lsanglar, mana Seul ko'chalari qaranglar, qanaqangi katta tayyorgarlik bu yerda. Albatta o'zlaring bilib turganlaringdek bu bejiz emas. Konsert oldida tayyorgarliklar bu yotibdi. Qaranglar qancha masshtabli tayyorgarliklar. Qaranglar alohida kamas deydimi bilmayman. Mana ko'ryapsizlar o'zlaring qanaqa Netflix judayam katta tayyorgarlik ko'ryapti. Va albatta backstage mana qanaqa ketyapti ishlar hozir. Sahna orti mana jarayonlari. Kabinlarni ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Bilmayman, mana qaranglar, sveta bir balo deydi. Xullas, вообще tayyorgarlik judayam hozir avjida. O'sha konsertga, primoy efirga sanoqli kunlar qolgan. Shuning uchun ish hozir avjida. Ko'rib turganlaringdek yaqinda betlarda odamlar oyog'ini bosib bo'lmas darajada bo'lib ketadi.